Assalomu alaykum hammaga. Alayhissalom. Hop. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hop, bugungi berib o'tadigan ma'lumotimiz Turkiya Muğla viloyati Fethiye degan joy. Kurortli joy, dam oladigan joy. Hammasi mehmonxona. Qadamiz mehmonxona xullas. Dengiz yoni, mana dengiz. Ko'rib turganingizdek. Mana hammasi xullas dam oladigan, bo'ladigan mehmonxonalar. O't kunlikda bor. Ham naqangi azmash farosasiz o'tib ketsa. Hop, hamnaqangi lyuks mehmonxonalar bor. O'zim mehmonxonada ishlayman, Liberty Fabayda. Mana bu yerdan ham ko'rsatib ketishim mumkin. Mana shunaqangi. Hop, kichikroq bo'lgan mehmonxonalar yoki arzonroq, qimmatroq qolagan tilingdagi все включено deydi, hammasi ichida yeb-ichdi, oziq-ovqat, 3 mahal ovqat, diskoteka, balobattar, xullas aylanish, sohil-pohil, shu kema-pemalarigacha tekillari bor. Shular haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Чтобы kimdir может kelib qolishi mumkin, to'g'rimi? Mana misol, mana bu yerda biz bor mana. Kamp alani. Bu degani nima deydi? Hozir ko'rsataman. Chodirlang bo'lsa. Hop, mana shunaqangi joylar. Mana misol chodiringiz bor, olib kelasiz. Mana bu yerda nima 20 soat 21 dan so'ng unja yaptiriniz. 21 dan unja kunduzi qo'yinglar chodirlang deydi. Xullas chodir qilinadi bu yerga, damda olasizlar. Misol hammasi qo'riqlangan, kameralari ham bor, hammasi bor. Bu yerda kirish, qorovul. Masalan, arzon varianti chodirlarni qurasizlar. Xohlagan kun qolaverasizlar. Misol 10 kunmi, 15 kunmi mana sohil yoni bemalol. Merhaba abi, kolay gelsin. Shunaqa gaplar. Hop. Eng arzon varianti bu. Mana shu bo'ladi. Eng arzon, eng nima deydi, qiziqarli bo'ladigan narsa shu. Agar mashinada kelmoqchi bo'lsalar ham mana o'zlarining park alanlari bor. Bu tarafda xullas parkovkalari bor. Bu yerda nima deyapti u? Tog'lar. Hop. Bet minimum qanchadan desam bo'ladi? Kunlik 500 lira. 500 lira, чтобы 30 liradan 30 mingdan hisoblasangiz bizni pulga. Hop, 500 lira, 5 kira 30, 150 ming so'm kunlik. Chodir, misol 6 kishilik chodir bo'ladi. Ko'rpa to'shagingiz o'zi ichida bo'ladi. Endi hali ishiraydigan ko'rpa to'shaklar bor, o'shanaqalardan qilasiz. Oziq-ovqat yonlarida to'lib yotibdi. Nima xohlasangiz, qanaqangi ovqat xohlasangiz, mana hammasi bor. Misol, men bitta просто tak buni reklama qilmoqchi emasman. Просто bu aytyapman. Hop. Sizlarga ko'rsatib o'tayman. Hammasi mehmonxona. Yerga kirishga ham bir ruxsat olamiz. Ko'ramiz. Hozircha krupniy bir ma'lumotni berib o'tib ketay, чтобы sizlarga qulay bo'lsin. Yoki kimdir kelmoqchi bo'lar, kimdir misol может быть balki shetdadir o'zi, balki ishlayotgandir. Muğlaga biletni olasizlar avtobusdan. Misol Antaliyadan 3 soatlik yo'l, 3,5 soatlik lyuks avtobusda, oddiy avtobuslarda 4,5 soat yurasizlar. Kelib turib bemalol mana shu yerda qolib damda olaverasizlar. Bu eng arzon variant. Mana yana bitta chodir yerimiz bor. Fethiye kamp alani. Telefon raqamlarigacha hammasi. Mana hozir endi sezon tugagani uchun hozir hech kim yo'q. Aslida betlar to'la bo'ladi. Diskoteka, o'yin kulgi, barbekyu, hammasi. Qisqacha ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'pchilikda bu yerda mana bunaqangi mashinalari bor. Mana
hamma yo'q ichida. Mana shunaqangi kabinalarni uy sifatida ishlatadi. Tualeti ham ichida, hammomi ham ichida, hamma yo'q. Mana, masalan, mana bunaqangi chodir. Hammasi zo'r. Mana dengiz. Bitta havosi ham boshqacha. Mana tog'lar. Tog'ning yonida dengiz. Va anaqangi kemalar, yaxtalarimiz bor. Mana shunaqangi bemalol kiralab borib, va ana chetlarga quyonlar bor. Misol mana bu yerda quyonlar o'lkasi deydi. Mana bu yerda mana borishingiz bilan quyonlar yoningizda o'yin tushadi. Biror narsa beramikin deb. Ha, odamga уже o'rganib ketgan, odamdan qo'rqmaydi. Aylanadigan joylar ko'p. Mana ishlaydigan otel mana shu bo'ladi. Mana Liberty Fabay. Hop. Endi yana nima? Misol shu yerda yashab yurganlar, Istanbuldami, Antaliyadami, Damogani kelganlar. Shunday Trend yo'l degan sayt bor. O'sha yerdan shunday bitta chodir zakaz qilasizlar. Pishiradigan ko'rpa. Plus yana oddiy yostiqlar 200 liradan beradi. O'tda ham arzon variant. Kelib bemalol 10 kun shu yerda danda olib mazax ketsalang bo'laveradi ochig'i. Keyin hop, qimmat mehmonxonalarimiz ham bor. Misol, men o'zim shaxsan ishlaydigan mehmonxona, bitta xonasi kunlik $800 ga to'g'ri keladi. Bir kunlik $800. Hozir oktyabr oyi, bugun 29-oktyabr. Hop, bugungi narx bilan hisoblaganda hozir sezon уже tugayapti. Hamma chet eldagi nima deydi? Yevropa tarafda qisqa ta'til, o'qil ta'tili bor, maktab ta'tili. O'shuning uchun hammaga aksiya qilardi. Чтобы indirim, skidka qilardi. $800 narsani, misol bir kunlik $800 xonani hozirgi paytda $100 ga beryapti. $100. Hop. Endi oddiy mamlaqangi olaman desalang mana. Mana mashlar ham otel. Mana shunaqangi uylarda qolaman desalang, bular hop, bularni hammasi ichida, misol bir mahal ovqat beradi. Keyin bir mahal ovqat bergandan keyin yana nimasi bor ichida? Ha, o'sha basseyni bor, misol. Keyin har kuni pastelingizni almashtirib, o'zi xullas xona xizmatlari tekin. Bitta sizdan beriladigan narsa kunlik pulni berasiz. Endi hech kun qolmoqchi bo'lsangiz, mana shetlar misol 4000 yoki 3000, 2500 ga ham bor. Holatiga qarab o'ynab turadi. Tak, yana ko'rsatadigan narsalarni juda ko'p sizlarga, ochig'ini aytsam. Bittadan tugatib bo'lmaydi, hammasini ko'rsatib ulgurib bo'lmaydi. Mana mamlaqatga arzon mehmonxonalar ham. Nomi Limon. Mana. Например, mana shu 2500 so'm. 2500 bu bizning pulga bo'ladi. Xullas 300 ming yo'q. 1000 lirasi 300 ming bo'lsa 290 ming, 300 mingdan hisoblang, грубо говоря. 300 mingdan bo'lganda ham 600 ming. Qimmat. Точно qimmat. Ya'ni mendagi ishlaydigan odamga qimmat bu. Misol 600 ming yana 150 ming, 750 ming. Qimmat qiladi. Undan lutchi chodir sotib olaman. Chodirim bor, chodir sotib olaman. Chodir necha pul turadi? 300 ming turadi. Bitta chodir olasiz. Ishma ko'rpa 300 ming, 300 ming, 400 ming. 400 ming rasxod qilasiz, 10 kun dam olasiz. Juda ham zo'r. Kuniga 3 mingdan to'g'ri keladi. Shunaqa bilan 30 mingdan to'g'ri keladi. 30 mingdan ekan. Hop. Keyin magazin. Misol bunaqangi magazinlar bor. BIM, Migros, bunaqangi
nima deydi, shaxsiy o'zi ochib olgan magazinlar bor. Rentagarlar bor. Misol mana bu yerda mashinalarni arenda qiladi. Hozir bitta qoldi shekilli. Mana bu yerda elektromobil, bu narsalar, xullas hammasidan bor. Mototsikl. Hammasidan zo'r. Xo'p, endi ozgina sohil tarafga yuramiz. Sohil tarafga yurib, sizlarga sohilni ham ko'rsataman. Xo'p, hozir berib o'tadigan ma'lumotim shu. Чтобы xabarlaring bo'lsin. Dam olmoqchi bo'lsanglar, juda ham zo'r joy. Muğla Fethiye markazi. Undan keyin bitta nima deydi? Osma ko'prik bor. Haligi bizda ham bor. O'zbekchasini to'g'risi bilmadim. Fethiyada shetda O'li dengiz degan joy bor. O'li dengizga yetmasdan aytgan borgan videolar bor, uni qo'yaman. Ko'rasizlar. O'li dengizga yetmasdan o'sha yerda teraplit degan narsa bor. Teraplitmi bir narsa deydi. Xullas kalom. O'sha yerda 1900 metr balandlikka olib chiqadi sizni osma ko'prik. Bir 20 minut kabinaning ichida osilib ketasizlar. Buni ham ko'rsataman. Hozircha chetdagi ma'lumotlarni beraman. O'zim 2014 dan beri Istanbulga kelaman, Antaliyaga kelaman. Shunaqa 2014 dan beri xullas oyog'im uzilmaydi bu yerdan. Pashti 10 yil bo'ladimi? 10 yildan oshiqroq shetdaman. Shuning uchun qanaqangi kvartira kerak bo'lsa, misol uy tutmoqchi bo'lganlar, qanaqangi uslugasi bor, yoki qanaqangi qilib tutish kerak va qanday, kim bilan, keyin qanaqangi bir narsalar bo'lishi kerak, uyda qulayliklari qanday bo'lishi kerak, hammasi haqida ma'lumotni berib o'taman. Hozircha mana bu mashinadan bir bahramand. Sokinlik ko'ryapsizlarmi? Shakarni ham ozish shirin. Kelib ko'rganga baribir yetmaydi. Mana misollarda hammasi atil, hammasi. Hech qanaqangi shaxsiy uy yo'q. Hammasi atil. Bu mahalla ham endi bizni tilda mahalla bo'ladi. Qishloqchasiga qishloq. Bu qishloqdagi mahalla. Xullas. Sohil bo'yi restoranlar, polni restoran. Restoranning orqa tarafi mehmonxona. Mana bunaqangi itlar bilan tanishasizlar. Ko'pak. Bitta xolam o'ylanib turibdi. Mahallaynikin. Bo'pti. Xo'sh. Mana bu mehmonxonaga ham bir kirib o'tdik. Bu yerda ham normalniy mehmonxonalar bor. Menga yoqqan tarafki xonalar juda ham chiroyli. Biz bir kirib aqdan chiqamizmi, bir so'raymiz. Hozir ko'ramiz. Mana shu yerda ham tursa bo'ladi. Bir ko'rsatib o'taman. Nima ekan? Leton degan mehmonxona ekan. Resepsioni bor bu yerda. Hozir kirib so'raymiz. Reception bu tarafda ekan. Receptioni Çöbbek şekli. Assalamu alaikum. Selamun aleyküm, merhabalar. Bir şey sorabilir miyim? Ben YouTube için şey alıyordum, video alıyordum. Böyle geçebilir miyim böyle dışarıdan sadece? Video çekeceğim, o kadar yani. Nereden geçeceksiniz? Şuradan, şurası çok iyi gözüktü. Çok iyiymiş, güzelmiş. Burada sıkıntı yok. Aynen böyle gidip gelebilirim değil mi? Gitmeniz yasak. Ha, yasak mı? Buradan alabilirim yani değil mi? Buradan Ha, alabilirsiniz. tamam. Bilgi alabilir miyim? Odanız kaç para duruyor? Günlük
fiyatı Şu ne an kadar? için mi Aynen. soruyorsunuz? Aynen. 2500 TL. 2500 TL. 2 kişilik. Aynen 2 kişilik. Evet. Sezon sonu öyle oluyor. 2500 TL Şu an oluyor. fiyatı Şu an aylık olarak değişiyor. Şu anki fiyatı 2500 TL. Bu- Kahvaltı dahil. anladım. Bu günlük değil mi? Günlük 2 kişi. Günlük 2 kişi için Evet, 1200 TL'den düşüyor. Teşekkür Evet, ederim. rica ederim. Yana basseni bor. Mana bu yerda bunaqangi mehmonxonalar hozir ichkariga kirishimiz yasaqmish. Ya'ni kirolmaymiz. Teşekkür Rica ederiz. ederim. Sağ olun. Bekleriz. Çok iyi. Hop. Mana kesalayin misol mana 2 kishi uchun hozirgi momentda 2500 lira ekan. 2500 lira. Yaxshi, 2 kishi uchun. Hozir sezon oxirgi bo'lgani uchun, sezon soni bo'lgani uchun indirim qilyapti. Hammasi indirim qilyapti. 2500 lira. Bu вообще zo'r. Hop, yana ko'rsatib o'tadigan narsalarimiz juda ham ko'p. Albatta, sizlardan bitta nima deydi? Bitta like bosib qo'yinglar, misol kimgadir foydali bo'lar. Xohlasalar podpiska bosib qo'yinglar. Turkiyada yurganlar uchun ish konusunda qayerda ish bor, qanday bor, Istanbulda qaytlarida ish bor, qayerda mana qanday krupniy ishxonalar, ish yerlari bor. Kimga ofitsiant, kimdir svarchi, kimdir plastik apparatni tushunar, balki kimdir sumka tikishni bilar, kimdir trikotaj. Hammasidan xabarimiz bor. Har bitta burchagidan Istanbulda bemalol yozishlaring mumkin. Video tagida Telegram, Instagram qo'yib qo'yaman. Adresini bemalol o'sha yerdan murojaat qilishlaring mumkin. Ish kerak bo'lsa, misol ish %100 bor bitta, ish yo'q emas. U tarafda qolgan sekin tushuntirib o'taman. Hozircha mana bu chiroyli rasmdan bu Yasemin degan atalgan. Bu arada bugun bayram. Turkiya Jumhuriyatining bir balosi. Qanaqadir bayrami, xullas, ja qiziqolmayman bayramlarga. Juda ko'p bayram. Dadalar kuni ham bor, onalar kuni ham bor, opalar kuni ham bor, xullas hamma kuni bor. Mayli, sizlar sog' bo'linglar. Podpiska bo'lishni unutmanglar. Bu yangi ochilgan kanal, Aralash Quralash degan kanal. Hammasi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qayerda ish bor, qayerda nima bor, qayerga kelsalar qanaqa, yana bir narsalar, xullas. Ciao.